Şotiga chiqmagan sizli qaldingiz qiynata tam etmagan, ammo sizmi qilib qo'ying biz qilavermaylik debla qiynanam ikimiz birlashib, qiynatamni bo'zaq qilib mana şotiga chiqarib tamlarni etkizyapmiz qaranglar. Endi bu şotini bir puti likildaydi ekan balla. Bu şotiga bu bir puti likildab chiqib qolgan bo'lsa, mendek falokat kelin tikimollaqli tushayman u yerdan. Heli hamma uyning ichi teshi bo'lib, hamma yana etpoqcha chiqib tushib, putlarimda jon qamidi, jinim balla paylarim tortishib. Shunga qiynatamning bizga ish chaqirib, bo'ldi akilinglar men aytib beray tamlaringlarni deb, men qiynatam etkit bo'lgan yerlar. Hamsi bugun vlogni boshlaymi qizlar? Qanday ahvolinglar do'stlar? Yaxshimi? Men Taranch Kilim Yasardan hammanglarga o'tliq salomlar bo'lsin. Bugungi ro'zitinglarga qizg'in muborak bo'lsin. Tazliq qilamiz deb necha vaqtdan yo'q mening vlogimni ko'rgidek vaqtinglar yo'q edi-ku. Ha, bugun deyansang qanchon berib o'tirib, aldirmay o'tirib ko'rimiz yetgan kim rayshinglar yo'q-ku qizlar. Ammo qizlar, sizlar bilasizlar vlogimni ko'ryapganlar. Nelar qoldi etmagan biz. Hammalarni chiqib deyman, qilib qolgan yerlar yo'q. Mana qizim Aziza qo'limga qo'l puti bo'lyapti, qara qo'yinglar. Ammo mo'mizni kiyib chiqdi bu qiz bola. Voyni o'tkaz, sizlar bilan bizning ishimizni yaratmaydi, qaranglar bu qiz. Qiynanamga o'xshash teleskop, mikroskoplar tekshiraydi, aya qopdi, meya qopdi da. Kuchi yetgan, bo'yi yetgan ishlarning hammani o'zi qiladi, ammo yetmay qolgan ishni meni buyurdi. Tunagan ishkini ustidagi bir bulon qilib qopdi, qaranglar. Ey bu mikroskop ko'zi oshini ko'ribdi. Opa, yetki bir narsa qilib qopdi, ashani itibda pokiz bo'lmabdi deydi. Ma'qul qizim, siz qolgantingiz tazliq tekshirmagan dedim. Bugun shuna bilan kesaklarni pokiz bir yutayli desak, bizdan burun to'ban tutsam cho'tkani tutdi. O'shta qilib mamlakatdan toza ketib bordi, qaranglar. Hanim bo'lsa yet keldi ish qilib uni deb. Ammo yana 3-4 kilo so'ralgan bo'lsa, mush tazliqni qilayli beriblar. Moymoqmonga muqalatda biz. Mana dehman yet bo'layotgan jarayonlarda mana yet kunlarda bo'ldigan bo'lsa, qilib bo'lgan tazliqni yana bir qitim qilib chiqamiz. Xotin ishkimiz ne kiyim almashtirdigan vaqt, ma qizimning tozalab ketbag'ini, yetib kiyimimni kiyaymi demaydi. Bizlar bilan tang tozliq qilib, tozliq tukkan kiyimlarni kiyib o'ynab Bunday qilib bana palampayning polasini silib olgan bo'ptiq. Yurkesaklarni yuvib chaqab butun hammalarni tozalab etib olgan bo'ptiq jinim qizlar. Ammo mendek butun vujudi bilan ish qilgan kelin pashalar nerdan topsaki jinim qizlar ishtolarimni oyog'i sanglab qog'oz qilmaydi deganmen. Endi hamma odamning o'ziga tushliq kamchiliklari bo'ldi. Garchi men chinchoqar butun hamma narsani buzib sundirar bir kelin bo'lsam-mo, ammo ish degani mana shunday pokiz ratib qilib turgan bir kelinda, voy, ajab maqtab ketdim o'zimni. Endi kesh kishi meni buzg'onchi kelin, chatoqchi kelin davamay ishchan kelin deb qo'yinglar qizlar. Hamma ishlarni xil obdan qilaman. Ey jinim balla yaqin oyoqmi siz yuraklaringlarni oyoq ketib barsizlar mendana. Anda qilsanglar vlog tatqim kelmaydi qizlar. Ilhommi kelmayotibsizlar qiziq paranglarni qilib beray desam. Yuraklaringlarni berib, ancha-muncha go'njolarni qilib, ko'ngil so'zlaringlarni yozib qo'yinglar ey qizlar. To'g'ri deyman qizlar. Tunugun buni reshatkalarni qiynanam pokiz mush parashular bilan itib kelib yuzib qilyapti-da. Bugun yana bir qitim atkizdi. Nemish qa desanglar, meni chala itib qo'ydi deb tunugun pokiz itayotgan yerlar ekanda. Shunga bugun men yana bir qitim tunugunning yaqin yuqib qolgan to'pchaqlarni itib itishim kerak ekan. O'shta qilib reshatkalarni atdim qoranglar. Moy kirib o'zim qiynanamning oldiga yugurib dasturxonlarni sap ketibdim ekan. Moy maqsa qo'yibdim dasturxonni. Oxir jo'zlanim tuz poptiq shuni bilan, "Voy, men bir odam inson bo'lganki, yosini qo'yay, bugun yetganlikin deb ancha-muncha o'zimni bezab qo'ydim."
Endi oxirida hammanglarning yetini yana bir qitim qizg'in muboraklayman. Yetinglar muborak bo'lsin. Hamsi bir music bilan vlogimni oxirlashtirmay xayr